Assalomu alaykum. Yo'q, alaykum Bola assalom. yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi kelyapsizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Keyingi paytlarda ko'rinmay qolding. Har jumada go'sht tarqatib ehson qilarding. Nima gap, tinchlikmi o'zi? Rahmatli Bebilchi Kamol tiriklik paytda pul olib kelib berib, miskinlarga go'sht tarqatdim dedi. Rahmatli vafotidan keyin go'shtga ham pul beradigan odam yo'q. Mana mahallamizdagi qassob ko'ryapsan, har juma bolalaridan ajratib bo'lsa ham olib chiqib ehson qiladi. Uyda kasal bo'lib yotibsan, birorta inson borib ko'rdimi seni? Na mahallaga aralashmasang, na to'y hashamga chiqmasang. Kim ham seni borib ko'rardi? Jaraq-jaraq pul topasan. To'g'rimi? Birorta insonga ehson qildingmi? Yo'q, qilmading. Senga gapirgandan ko'ra Necha kilo go'sht qilib bering? Labe, Go'sht qaysi joydan necha kilo qilib bering? voy, keyin chiqib olib ketarman. Mayli bolam.